Bugungi videoda sizlar bilan ko'pchilik eshitgan, lekin uncha ahamiyat bermaydigan narsa is gazi haqida gaplashamiz. Turbalarni ko'ryapsizlar. Turbani ustma-ust qurib, qo'shtirnoq ichidagi dudburonchilar kelib, shu ishni ustma-ust kiysanglar yaxshi bo'ladi deyishgan. Mana ko'ryapsizlar. Juda ham holat yaxshi emas. Garalkamiz qo'l bola. Har bittasi. Buning ichida o'tin ham talabga javob bermaydigan holatda bo'lib, qiynalib ishlagan. Hozir shuni biza birgalikda azbest trubaga o'tkazib, ko'ryapsizlar. Davomini ko'ramiz. Gaz quvuriga ulangan vodoprovod, ya'ni jo'mrak bilan qilingan. Bu yerda ham ko'rib turibsizlar. Bu yerda ham xuddi shunaqa holat, kesilgan holatda ziynichak orqali ulab qo'yilgan. Qozonxonamizga suv quvuridagi o'rnatiladigan kran bilan qo'yilgan va rezinichak orqali olib borilyapti. Ko'rib turganingizdek, qozonxonamiz talabga javob bermaydi. Qozonxonamizdagi gaz isitish qozonimiz qo'l bola bo'lganligi uchun obrotkasi yuqori qismida podachasi. Obrotkasi past qismida. Yuqori qismiga dudburonni qo'yib berilyapti.